Ko'pchiligimiz migren kasalligida bosh og'rishi haqida bilamiz. Lekin migrenning shunday turi borki, unda bosh og'rig'i bilan birgalikda bosh aylanishi ham kelishi mumkin va hatto bosh og'rimasdan faqatgina bosh aylanishi ham bo'lishi mumkin. Bugun biz sizlar bilan vestibulyar migren kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Uni qanday kasallik ekani, qanday belgilari bo'lishini, nimalar qo'zg'atishi, qanday davo choralari ko'rish kerakligi haqida birgalikda suhbat qilamiz. Vestibulyar migren kasalligi bosh aylanishga sabab bo'luvchi kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu haqida bilish kerak bo'lgan asosiy faktlar ham bor, ya'ni vestibulyar migren nomi bo'lgani bilan ko'pchilik bemorlarda ba'zan bosh og'rig'isiz faqatgina bosh aylanishi bilan birga kelishi mumkin. Bemorlar bilan ko'pchilik bilan gaplashganimizda bemorlar anamnezda, ya'ni kasallik tarixida mashinada yurganda ko'ngil aynishi kabi simptomlar kuzatilgan bo'ladi. Vestibulyar migrenning belgilari. Vestibulyar migrenning belgilari ikki xil bo'ladi. Migrenga oid va vestibulyar simptomlar bo'ladi. Migrenga oid belgilarga kuchli, lo'qillovchi bosh og'riqlari kiradi. Bundan tashqari ko'ngil aynishi, qusish bo'lishi mumkin. Qolaversa, yorug'likdan qo'rqish, hidlardan qochish, shovqindan qochish kabi belgilar ham kuzatiladi. Ikkinchi belgilarga vestibulyar belgilar kiradi, ya'ni bemorlarda tizimli bosh aylanishi, xonalarni aylanib ketishi, muvozanatning yo'qolishi, beqarorlik, og'ib ketish kabi belgilar, harakatga nisbatan o'ta sezuvchan, ya'ni o'ngga, chapga qaraganda qiynalish, boshlanish, kuchayish kabi belgilar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, bemorlarda migren auralariga xos ko'rishda o'zgarishlar, ko'z oldilari vaqtinchalik qorong'ilashishi, miltillovchi nuqtalar paydo bo'lishi kabi holatlar ham kuzatilishi mumkin. Migren kelib chiqish sabablari xuddi migren singari irsiy moyilligiga, ya'ni oyladan oilaga o'tadi. Ko'proq ayollarda erkaklarga qaraganda ko'proq bu vestibulyar migren holati kuzatiladi. Vestibulyar migrenni qo'zg'atuvchi belgilarga uyqu rejimini buzilishi, tarkibida glyutamat bor mahsulotlar bo'lishi sabab bo'ladi. Ya'ni mahsulotlarga qarasak, tarkib yozib qo'yadi, tarkibini ko'rish kerak. Glyutamat bo'lsa, bunday mahsulotlardan cheklanish kerak. Bundan tashqari, hayz siklida ham ayollarda bu holat kuchayadi. Ayrim oziq-ovqatlar, shokolad, pishloq va vino kabi mahsulotlar ham vestibulyar migrenni qo'zg'atib yuboradi. Vestibulyar migreni bor bemorlar bu mahsulotlardan yiroqda bo'lishlari kerak. Vestibulyar migren ko'pchilik boshqa bosh aylanishi bilan keluvchi kasalliklarga o'xshab ketganligi sababli avvalo u boshqa kasalliklarni istisno qilib olish kerak. Bu kasalliklarga DPPga, Menyer kasalligi, insult kabi holatlar kiradi. Ba'zan vestibulyar migren, Menyer, DPPG kasalligi bilan birgalikda kombinatsiya holida ham kelishi mumkin. Vestibulyar migren qanday davolanadi? Vestibulyar migrenni davolashda ikki xil yo'l tutamiz, ya'ni o'tkir xuruj davrida davolash va profilaktik davo choralari. Xuruj paytida vestibulyar tizimni bostiruvchi antigistamin dori vositalari, meklizidlar, betasetlar, ko'ngil aynishlari bo'lgan bo'lsa, serukal, ondasetron kabi dori vositalarini qo'llashimiz mumkin. Profilaktik davo choralariga beta blokatorlar, kalsiy kanal blokatorlari, amitriptillarni qo'llashimiz mumkin. Ikkinchi liniyaga topiramat va valproat kislotasini ham ishlatish mumkin. Ba'zi mutaxassislar belaksin kabi antidepressantlarni qo'llashni ham tavsiya etadilar. Bemorning hayot tarzi bo'yicha tavsiyalar beramiz. Bemorlar uyqu va ovqatlanish rejimiga qat'iy rioya qilishlari kerak. Nimalarga yeyish mumkinligi, mumkin emasligi haqida yuqorida gapirib o'tdik. Triggerlardan qochish kerak, muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish kerak, stresslardan uzoqda bo'lish kerak. Shu holat orqali xurujlarni kamaytirishga erishishlari mumkin. Bundan tashqari, vestibulyar migren reabilitatsiyasi uchun maxsus mashqlar ham bor. Shu mashqlarni ham qilib turish tavsiya etiladi. Agar ushbu kasallik haqida sizda savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Like bosing. Agar video manzur kelgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Shunaqa belgilar bor. Agar yaqiningiz bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmang.